Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Uyg'ur sog'lomlik kanalimiz bo'lsa, Uyg'ur xalqimiz uchun xizmat qilishni maqsad qilgan kanal bo'lib, badandagi har qaysi a'zolarning normal xizmat qilish fiziologiyasini tushundirish va ko'p uchraydigan kasalliklarga izohat berish, shundaqla kasalliklarning oldini olish va davolash to'g'risidagi savodlarni ommabop til orqali xalqimizga yetkazishni maqsad qilgan tibbiy savodlarni asosiy mazmun qilgan kanal. Yaqinqi yillardagi tibbiy tadqiqot natijalariga asoslanganda 70% kasalliklarni faqat turmush odatimizni o'zgartirish orqali oldini olg'ili bo'lganligini, ba'zilarini hatto saqaytish mumkinligini ilgari surmoqda. Shunglashqa kanalimiz sizni bu to'g'risida eng yangi sog'lomlik uchurlari bilan ta'minlaydi. Turmush odatlarini o'zgartish dedik. Buningda biz sog'lomligimizga negativ ta'sir bo'lgan ba'zi turmush odatlarimizni o'zgartish orqali badanimizning sog'lom bo'lishiga o'zimiz kafolatlik qilamiz degan gap. Bu kasal bo'lishning oldini olish va davolashni oilamizdan va o'zimizdan boshlaymiz degan gap. Demak, eng yaxshi doktor o'zingiz.